Salom o'rtoqlar, bugun AQSh mavzusida sizlar bilan test o'tkazamiz. O'zinglarni sinab ko'rishinglar mumkin. Birinchi savol qaniki? Amerika elchixonasini intervyusini maqsadi nima? Birinchisi, A javob ingliz tiliga tekshirish. B javob safaringlarni sababini aniqlash. C javobimiz hujjatlarni tarjima qilish. Javobimiz B. Ikkinchi savolimiz. Amerika B1-B2 vizasi nima uchun beriladi? A javobimiz doimiy yashash. B javobimiz ishlash va C javobimiz turizm va biznes vizasi. To'g'ri javob turizm va biznes vizasi, ya'ni C. Uchinchi savol. Konsul sizni qaytishingizni nimaga qarab baholaydi? A javob chiptangiz narxiga qarab. B javob do'stlaringizga qarab. C javob vataningiz bilan qanday bog'liqligingizga qarab. To'g'ri javob C. To'rtinchi savol. AQShda qancha qolishingizni kim belgilaydi? A. Elchixona. B. Konsul. C. Aviakompaniya. D. Immigratsiya xodimi. D. Immigratsiya xodimi. Shunga o'xshagan ma'lumotlarni doimiy ko'rib yurish uchun bizga obuna bo'ling va saqlaning tugmasini bosib qo'ying.